Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz dehqonlar. Sizlar bilan men yana Akmal aka Nurli olamda. Yeringizni anchadan beri almashtirib ekmadingiz. Oziqani beryapsiz, mineral o'g'itlar beryapsiz, go'ng solyapsiz, lekin yaxshi hosil ololmayapsiz. Buni chorasi bor. Bir sotiga 1 kilo, 1,5 kilo gipsdan seping. Chunki almashlab ekishga vaqtdan qizg'anasiz. Boshqa bo'ladi. Bir sotiga 1 kilo, 1,5 kilo gipsdan seping, keyin eking. Chunki gips yerdagi tuzlarni oladi. Tarkibida oltin gugurt bor. U bilasiz, oltin gugurt mevani qizarishiga, rangiga, mazasiga juda ham katta foyda beradi. Maslahatimdan foydalanib ko'ring. Natijasini Telegram kanalimiz bor, Telegram gruppamiz bor. Kommentariya yozasizlar, Telegramdan yozinglar. Batafsil yana maslahatlashamiz. Hozircha xayr.